alaykum hurmatli azizlar. Galdagi manzilimiz Navro'z restorani bo'ldi. Bu yerda Firdavsjon hamda Gulmira oilasining nikoh oqshomini birgalikda guvohi bo'lamiz. Firdavsjonning dadajonlari Shodoqul akamga, ayajonlari Fatima opaga chiroyli sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar Fatima opamning singillari Nodira opam va qizlari Sabina opam nomlaridan birgalikda. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadri baland xonadonlar barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom barchangizga fayzli Navro'z atalmish tantanalar saroyda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Bugun chiroyli, fayzli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi bugun kechamizning haqiqiy qiroli, haqiqiy qirolichasi bo'lmoq avvalambor Firdavsjon hamda Gulmira oilasiga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt degan holda bugun albatta Firdavsjonning dadajonlari Shodoqul akamlar, qolaversa ayajonlari Fatima opamlarga bir-biridan chiroyli sovg'a-salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Nimagaki ancha bo'ldiki Nodira opamlar, Sabina opamlar, ya'ni albatta qizingiz, singlingiz murojaat qildilarki, yaqinda xonadonimizda katta shodiyona, katta bayram. Bizlarni jondan aziz bo'lgan ukajonimizda visol oqshomlari, nikoh oqshomlari. Shu asnoda otajonimizni, onajonimizni xursand qilmoqchimiz. Biz uchun bolini baxshida etgan, biz uchun eng yoshlik, navqiron, chiroyli umrlarni baxshida qilib kelayotgan, hali hanuzgacha farzandlarim tinchmikan deb o'zi tinch o'tirmaydigan ayajonimga, dadajonimga arzimas sovg'alar xarid qilganmiz. Albatta shuni topshirib qo'ysangiz, o'zimizni rahmatnomamizni yetkazib qo'ymoqchimiz. Hozir men tashqarida Nodira opam, Sabina opam bilan gaplashsam, Sabina opa ayajoningizga, dadajoningizga nima deb qo'yay desam, birinchi galda dedilarki, kattadan katta rahmat aytib qo'ysangiz. Mana shu kunlarga yetib kelishimizga avvalambor dadajonim, ayajonim sababchilar. Balkim o'zlari eng tansiq taomlarni yemadilar, balkim eng chiroyli kiyimlarni o'zlari kiymadilar. Lekin bizlarni, ya'ni farzandlarni birovdan kam qilmadilar. Farzandlarim unsin, o'ssin, birovdan kam bo'lmasin deb tunu-kun mehnat qildilar. Albatta dadajonimga, ayajonimga kattadan katta rahmatlarimizni yetkazib qo'ysangiz. Va xohladikki albatta ukajonim kelinimiz bilan birgalikda qo'sha qarasin, birgalikda chiroyli umr zararli qilsin. Xudo xohlasa kelgusi yillarda mana shu yerlarda beshik to'ylarni birgalikda nishonlash nasib aylasin. Qolaversa albatta singlingiz nomlaridan sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilaymiz Nodira opam nomlaridan. Hozir Nodira opam bilan tashqarida gaplashsam, Nodira opa, opangizga nima deb qo'yay desam, o'zi asli opamu men uchun onamdek bo'lib ketganlar. Mani hayotdagi sirdoshim, ham ustozim. Men xohlardimki, opam avvalambor pochcham bilan birgalikda qo'sha qilsinlar, birgalikda chiroyli umr zararli qilsinlar. Mana shu farzandlarning huzur halovatini albatta ko'rsinlar. Albatta sovg'a salomlar keltirsangiz, eng chiroyli sovg'alarni keltirasizlar. Aynan siz uchun avvalambor onajonlar uchun chiroyli gullarni taqdim etamiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa, guldiraz qansaklar bilan birgalikda marhamat. Qani hammamiz birgalikda kulaymiz. Hammasi
chiroyli gullar sizga muborak bo'lsin. Siz ham gullar kabi har doim albatta chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib, yuzingizdan kulgu, lablaringizdan hech qachon tabassum olmasa, albatta Shodiqul akam bilan birgalikda qo'sha qarab birgalikda chiroyli umr zararli qiling. Albatta hali bu hammasi emas. Aynan sizlar uchun chiroyli partiyalarimiz ham bor. Albatta mehribon qizingiz, singlingiz nomlaridan aynan sizlarga atalgan maxsus chiroyli partiyalardan marhamat qalsanglar sadosi ostida bitta ochib beramiz. Chiroyli marhamat. Galdagi chiroyli sovg'ani shaxsan albatta bugungi kechamizning haqiqiy qiroli va qirolichasi bo'lgan Firdavsjon hamda Gulmira oila nomlaridan chiroyli qilib qabul qilib olasiz. Marhamat, shaxsan o'zlari topshirib qo'yadilar. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Barchaga albatta chiroyli bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar sizlarga muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Galdagi chiroyli sovg'a aynan sizlar uchun maxsus sovg'a bo'lib, ya'ni albatta Sabina opamdan iltimos qildilarki, ota-onam dargohlariga tashrif buyursangiz, ota-onamizga qalbimizda, yuragimizda aytgan so'zlarimiz bor. Ya'ni qalbnomalarimiz borki, albatta shuni ota-onamga o'qib berasiz deb iltimos qildilar. Agar mayli desangiz men o'qib beraman. Nafaqat albatta qizingiz, balki barcha farzandlar nomidan aynan sizga atalgan. Chiroyli hayotni tuhfa aylagan, farzandlarin shohdek yuksak saylagan, o'zini unutib bizni o'ylagan, otamni, onamni asragan Alloh. Hayotda gohi payt chekib zahmatni, sabr va shukurda qilgan mehnatni, sira aytmadilar biror minnatni, otamni, onamni asragan Alloh. Jonini fidolar qilib yashaydi. Baxtni quchib, g'amni ortga tashlaydi. Biri quyosh, biri oyga o'xshaydi. Otamni, onamni asragin Alloh deb chiroyli satrlar. Albatta, farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Bugungi albatta misol oqshomlari, nikoh oqshomlari muborak bo'lsin. Albatta, kelayman birinchi galda Shodiqul aka mikrofonni shaxsan sizga bermoqchiman. Dadajonimizni xursand qilamiz deb bo'lgan mehribon qizingizga qolaversa, qaytisingizga chiroyli taglarni birinchi galda sizdan kutib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar xonadonimizga. Hammaga rahmat. O'g'limlar, endi bu qizimiz endi kelinimiz. Baxtli saodatimiz muborak bo'lsin. O'zingizdan ko'raysizlar, Alloh berganiga shukr. Ertalasiga baxt tilayman. Hamisha kunimiz shu, yaxshi kunimiz shunday bo'lsin. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xush kelibsizlar bizning xonadonimizga. Otam bu onam bu jannatim. Ilohim zaroqimizga sog' bo'ling ayollar. Shuncha qiyinchilik bilan zakatni qildingiz, yemay yedirdingiz, ichmay ichdirdingiz, kiymay kiydirdingiz. Ilohim bergan non tuzingizga rozi bo'lib, bizga minnatdor bo'ling dedim. Bizga sog' bo'ling.
Rahmat, sog'lik salomat bo'ling. Albatta yaxshi takliflar har doim o'zingizga ham hamroh bo'lib yursin. Albatta keling endi shunday chiroyli bayramona damlarda chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Ya'ni professional fotograflardan iltimos qilindim. Chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysizlar ham esdalikka qoladi. Qolaversa bugungi sanaga tarix zarvaraqlarga muhrlab qo'yamiz va albatta undan keyin Shovvoz xonandalardan chiroyli sho'x tanonlarni kutib qolamiz. Birgalikda barchamiz raqsga tushamiz. Zero bayramday bo'lsin. Marhamat, gandagi navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga bugungi oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Xizmatingiz raziyat jamoasi bo'ldi. Rahmat barchaga. Marhamat onajonlarimiz taklif qilamiz. Oynasın, oynasın, oynasın,